Demak, o'quvchilar, bugun biz rentgen strukturaviy tahlilni o'tamiz. Demak, rentgen strukturaviy tahlil nima, qayerlarda ishlatiladi va uning qanaqa ishlatilishini butun dunyo bo'ylab va O'zbekiston bo'ylab o'rganamiz. Demak, rentgen strukturaviy tahlil birinchi biz rejaga qarab o'rganamiz. Demak, birinchi navbatda rentgen strukturaviy tahlil tushunchasini kengroq o'rganib olamiz. Keyin ikkinchi reja rentgen strukturaviy tahlilning ishlashi va ishlatilish sohalarini o'rganamiz va keyingisi fizikada rentgen strukturaviy tahlilni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rentgen strukturaviy tahlil nima o'zi? Demak, bu kristal moddalarning atomlar darajasidagi tuzilishini aniqlash uchun ishlatiladigan ilmiy usuldir. Ushbu usulda rentgen nurlari kristal moddalarga yo'naltiriladi va nurlarning qanday diffraksiya qilishiga qarab moddaning ichki tuzilishi aniqlanadi. Demak, qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Kristal namunasi tayyorlanadi, rentgen nurlar namunaga yo'naltiriladi, kristal panjarasi ushbu nurlarni turli yo'nalishlarda sochadi. Sochilgan nurlar maxsus detektorlar yordamida yozib olinadi. Olingan ma'lumotlar asosida matematik hisob-kitoblar orqali atomlarning joylashuvi aniqlanadi. Demak, foydalanish sohasi. Demak, bu rentgen dan juda ham ko'p joylarda foydalaniladi. Masalan, kimyoda molekulalar va kristallar tuzilishini aniqlashda, farmatsevtikada dori-darmonlar molekular tuzilishini tekshirishda, biologiyada oksillar, DNK va boshqa biomolekulalarning tuzilishini o'rganishda, materialshunoslikda yangi materiallar yaratishda, fizikada kristal panjara parametrlari va detektorlarni aniqlashda ishlatiladi. Demak, biz bu sohada tahlil hamma sohalarda ko'p ishlatilishi uchun vaqtimiz kam bo'lgani uchun, demak, biz faqat fizikada ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, fizikada quyidagicha ishlatiladi. Demak, fizikada ishlatilishini o'rganishdan oldin bir nechta tushunchalarni o'rganib olishimiz kerak. Bular birinchisi rentgen nurlari. Rentgen nurlari bu juda qisqa to'lqin uzunligiga, masalan, 0,1 dan 10 nanometr oralig'ida bo'lgan to'lqin uzunligidir. Ega bo'lgan elektromagnet to'lqinlardir. Bu to'lqin uzunligi atomlar aro masofaga juda yaqin bo'lganligi sababli atomlarning joylashuvini ko'rish juda qulay. Kristal tartibda va periodik joylashgan tuzilma. Bunday tuzilma panjara deb ataladi. Har bir panjara tubida atom yoki atomlar guruhi joylashgan bo'ladi. Demak, keyingisi diffraksiya hodisasi. Diffraksiya hodisasi bu to'lqin uzunligiga yoki undan kichik to'siqqa uchraganda bu to'siqni aylanib o'tish hodisasi yoki to'lqin teshikdan o'tganda sochilishi deyiladi. Kristal panjara bu yerda to'siqlar tizimi rolini o'ynaydi. Rentgen nurlari panjaraga tushganda ular panjaradagi atomlar bilan interferensiyalanadi. Ya'ni yoki kuchaytiradi o'sha soha yoki susaytiradi. Demak, yana bitta tushuncha bu Bragg qonuni. Rentgen strukturaviy tahlilning asosini Bragg qonuni tashkil etadi. Uni quyidagicha. Demak, n lambda teng 2d sinus teta. Bu yerda interferensiya tartib soni, lambda to'lqin uzunligi, d masofa, teta sochilish burchagi. Sochilgan nurlar detektor yordamida qabul qilinadi. Demak, quyidagi rasmda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Bragg qonuni bo'yicha n lambda teng 2d sinus teta. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu X-ray degani bu o'sha rentgen nurlari. Mana bu panjara. Demak, o'sha panjaradagi to'siqqa tushganda mana bu detektorga sochiladi va o'sha detektor qabul qiladi. Mana bu yerda ko'rishingiz, mana ikkinchisini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni diffraksion panjara. Mana bu bizning rentgen nurlarimiz tushganda, bu yerga tushganda mana bu to'siqqa uchraydi va to'siqda parchalanganda mana bu detektor qabul qiladi. Mana shunga qarab u o'sha, ya'ni atom darajasidagi, o'sha kristal atom darajasidagi moddalarning tarkibini, strukturasini, xususiyatlarini o'rganishimiz mumkin. Demak, keyingisi fizik jihatdan rentgen strukturaviy tahlilning asosiy jarayoni. Demak, buni ko'rib chiqamiz. To'liq panjara o'zaro ta'siri diffraksiya yuzaga keladi. Bragg qonuni orqali panjara oraliqlari hisoblanadi. Interferensiya naqshi yordamida atomlar joylashuvi aniqlanadi.
modda tuzilishi aniqlanadi. Kristal panjara, simmetriya, atomlar aro masofa va boshqalar. Keyingisini ko'rsak, demak, hozirgi kunda rentgen strukturaviy tahlilning qo'llanishi, demak, kristal tuzilishini o'rganishda ishlatiladi. Rentgen nurlari kristallarning ichki tuzilishini tahlil qilishda ishlatiladi. Bu orqali atomlar yoki molekulalarning tartibini aniqlash mumkin. Bu esa materialning fizika xususiyatlarini tushunishda yordam beradi. Masalan, metallarning keramika va polimerlarning strukturasini o'rganish uchun rentgen tahlil qo'llaniladi. Keyingisi yangi materiallar ishlab chiqarishda rentgen struktura tahlil yangi materiallarning dizaynini ishlab chiqishda yordam beradi. Bu usul yangi materiallarning kimyoviy va fizika xususiyatlarini o'rganishda qo'llaniladi. Masalan, super o'tkazuvchilar yoki yengil, mustahkam materiallar yaratishda. Keyingisi nuklear fizikada ham ishlatiladi. Bunda rentgen nurlari yordamida atomlar va zarrachalarning tuzilishini o'rganishda muhim. Bu tahlil yordamida atom yadrosining tuzilishi, energiya darajalarini va boshqa nuklear xususiyatlarini o'rganish mumkin. Keyingisi O'zbekistonda bu borada olib borilgan ishlar. Demak, O'zbekiston Milliy universiteti Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universiteti kimyo va fizika fakultetlarida rentgen tahlil usuli qo'llaniladi. Bu yerda kristallarning strukturasini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. O'zbekiston Fizika institutida ham shunday ishlar olib boriladi. Bu yerda Toshkentda joylashgan bu ilmiy markazda rentgen nurlari yordamida materiallarning strukturasini o'rganish bo'yicha tadqiqot ishlari olib boriladi. O'zbekiston Fizika instituti asosan yuqori texnologiyali materiallar va ularning xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ishlaydi. Demak, yuqori texnologiyalar va materiallar ishlab chiqarish korxonalarida ba'zi sanoat korxonalari ham rentgen struktura tahlilni amalga oshiradi. Bu tahlil orqali yangi materiallar, minerallar va metallarning fizika va kimyo xususiyatlari o'rganiladi. Demak, keyingisi O'zbekiston Milliy akademiyasi. Akademiyaning ayrim ilmiy bo'limlarida ham rentgen struktura tahlilini o'rganish ishlari olib boriladi. Bu yerda kristallografiya, materialshunoslik va boshqa ilmiy sohalarda tadqiqotlar amalga oshiriladi. Demak, endi dunyo bo'yicha bu boradagi ishlarga nazar tashlasak, demak, bu yerda aslida butun dunyoda juda ham ko'p men bitta AQShni ko'ramiz. Bu yerda AQSh Lawrence Berkeley National Laboratory va Agrone National Laboratory kabi markazlarda rentgen struktura tahlil ilmiy tadqiqot ishlarida keng qo'llaniladi. Ular kristallografiyaning ilg'or usullarini qo'llash orqali yangi materiallar, super o'tkazuvchilar va energiya saqlovchi materiallarni ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Keyingisi Yevropa Synchrotron Radiation Facility Fransiyada joylashgan sinxrotron nurlanish manbasi rentgen tahlilini kristallografiyada qo'llash ilg'or ishlanmalarni amalga oshiradi. U yerda materialshunoslik, tibbiyot va fizika sohasida ilmiy ishlar olib borilmoqda. Demak, bu yerda ko'rish mumkin Stanford Synchrotron Radiation Light Source. Bu dunyodagi yetakchi sinxrotron nurlanish laboratoriyalaridan biri bo'lib, ular National ga kiradi. Demak, ko'ramiz buni. Demak, bu umumiy tuzilishi o'sha ilmiy tadqiqot joyining. Demak, keyingisi boramiz. Bu nima ekan? Demak, bu sinxrotron nurlanish, ya'ni manbasi bo'lib yuqori intensivlikdagi rentgen nurlar hosil qiladi. Bu nurlar materiallarning atom darajasidagi tuzilishini o'rganish uchun ishlatiladi. Demak, asosiy yo'nalishlari X-ray, ya'ni rentgen nurlari kristallografiyasi, demak, keyingisi small angle kristal. Bu, ya'ni bu yo'nalishlarda ishlar, tadqiqotlar olib boriladi. Keyingisi ham xuddi shunday sinxrotron nurlanishni ishlatib quyidagi yo'nalishlarda yuqori aniqlikda tahlillarni amalga oshiradi. Ko'rib turganingizdek, demak, dorilar dizayni, oqsillar va atomlar atrofida kimyo muhitni aniqlash, katalizatorlar, materialshunoslik va quyidagi bir necha sohalarda ishlar olib boriladi. Demak, SSRLning ishlashi. SSRLda elektron katta tezda aylanadigan sinxrotronning ichida harakat qiladi. Harakat jarayonida ular kuchli rentgen nurlarini chiqaradi. Bu nurlar juda nozik strukturalarni aniqlash imkonini beradi. Odatda beamline deb ataladigan yo'nalishlar orqali tahlil qilinadi. Har bir beamline ma'lum bir texnika yoki materialga moslashtirilgan. Foydalanuvchilar o'z namunalarini yuborishadi yoki kelib o'zi tahlil qiladi. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha SSRLda ish jarayonlari ketyapti. Quyidagicha ish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Bilamiz, bu juda ham katta tadqiqot, o'shaning uchun
maxsus kiyimda, maxsus himoya vositalaridan foydalaniladi. Demak, keyingisi mana tajriba jarayonlar ko'rilyapti bu yerda. Keyingisini ko'rish mumkin. Umumiy ko'rinishi, yuqoridan umumiy ko'rinishi. Demak, e'tiboringiz uchun tashakkur. Shu bilan darsimiz tugadi.